Assalomu alaykum. Hammaga navbatdagi darsimizga ham xush kelibsizlar. Bugungi o'tiladigan mavzuyimiz bu Javadagi xarakter setlar va tokenlar haqida bo'lib o'tadi. Xo'sh, tokenlar bu o'zi nima? Tokenlar bu Javada eng kodimizdagi kichkina unitlarni tashkil qiluvchi kodimizni qismi hisoblanadi. Qaysiki bu kompilyatorga qandaydir ma'lum bir buyruqni anglatuvchi, ma'lum bir buyruqni kompilyatorga beruvchi kodimizni eng kichik unitlariga biz tokenlar deb aytamiz. Bu tokenlarni tushunib olishingiz uchun mana bu yerda slaydimizda kodimizni ko'rishingiz mumkin. Bu kodimizda shunchaki yangi o'zgaruvchi yaratilyapti va bu o'zgaruvchimizga orange, ya'ni olovrang degan so'zni biriktirilib qo'yilyapti. Mana bu o'zgartiruvchi yaratayotganimizda bizda hozir 6 ta tokenlar ishtirok etyapti bu kodimizni qatorida. Birinchi tokenimiz mana bu string color, mana bu tenglik belgisi ham alohida token hisoblanadi. Albatta bularni ko'rib chiqamiz bugungi darsimizda. Va oxirgi ikkita tokenimiz bu mana bu so'zning o'zi va oxiridagi ikkita tochka ham bu alohida tokenlar deb nomlanadi va bularning sonini yig'indisi 6 ta tokenga teng bo'lyapti. Yana bir bor qaytarib o'taman. Tokenlar bu Java kompilyatori uchun ma'lum bir buyruqlarni bildiruvchi maxsus kodimizdagi so'zlar deb tushunishingiz ham mumkin bo'ladi. Kodimizdagi so'zlar qaysiki kompilyatorga to'g'ridan-to'g'ri buyruq bera olsa, mana shu so'zlarni bizlar tokenlar deb nomlar ekanmiz. Keling, hozir o'zimiz ham o'tgan darsimizda yozgan konsolga ma'lumot chiqargan edik. Mana shu konsolga chiqarayotgan kodimizni yana bir bor yozib ko'ramiz. Buning uchun IOP print metodidan foydalanamiz va ushbu printimizni hello java degan messajni saqlaydi o'zida. Ana endi dasturimizni ishga tushiradigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, hozir bizda biz yozgan messajimiz konsolga chiqarildi. Mana bu ushbu yozgan kodimizda ham bizda hozir tokenlar mavjud. Mana bu birinchi IO, ya'ni klassni nomi, bu alohida token hisoblanadi. Mana bu nuqta, klassdan keyin keluvchi nuqta, bu separator tokeni deb nomlanadi. Bu ham alohida token. Print metodimizning o'zi ham alohida token hisoblanadi va yana separatorlar kelyapti. Mana bu qavs ichidagi separatorlar ham tokenlar hisoblanadi va undan keyin messajimizning o'zi va oxirida yana bitta ikkita nuqtalar kelyapti. Umumiy hisobda bizda 1 2 3 4 5 bu yerda ham 6 ta tokenlar tokens deb qo'yaman. 6 ta tokenlar mavjud ekan. Xo'sh, yaxshi. Biz aytdikki, hozir kodimizdagi barcha yoziladigan so'zlar ular tokenlar deb nomlanar ekan. Lekin mana bu yerda ko'rib turganingizdek, hozir men 6 ta tokens deb mana bu yerda ikkita slash orqali qandaydir ma'lumot yozib ketdim. Xo'sh, bular ham tokenlar hisoblanadimi? Albatta yo'q, chunki bu Javada kommentariyalar deb nomlanadi. Kommentariyalar bu dasturchilar o'zi uchun kodni o'qiyotgan payti qandaydir bir ma'lumotni saqlash uchun foydalaniladi va mana shu ikkita slashdan keyin keluvchi har qanday so'zlar, gaplarni
kompilyator shunchaki ignore qilib yuborganligi tufayli o'shaning uchun ham kommentariyalar bu tokenlar deb hisoblanmaydi. Ushbu ikkita slashimizdan keyin keluvchi va mana shu qatorning o'zida mana shu qatorning o'zida oxirigacha nima so'z kelsa ham ularni hammasini kompilyatorimiz shunchaki ignore qilib ketadi. Agarda mana shu kommentariy belgisini qo'ymasak, mana ko'rib turganingizdek, kompilyator уже bizga xatoliklarni chiqarishni boshlayapti. Shuning uchun ham siz ushbu kommentariy belgisidan keyin xohlagan o'zingiz ma'lumotlaringizni yozib ketishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu kommentariy belgisi faqatgina o'zidan keyin keluvchi so'zlarga va o'sha qatorning o'ziga ta'sir qiladi. Agarda biz mana shu messejimizni, ya'ni kommentariyamizni keyingi liniyaga chiqarib qo'yadigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, уже bu belgimiz keyingi qatorga ta'sirini ko'rsatmayapti. O'shaning uchun ham bizda xatolik kelib chiqyapti. O'shaning uchun ham tokenlar bilan kommentariyalarni bir-biri bilan ajratib yubormang. Xo'sh, juda ham yaxshi. Ana endi character setlar haqida gaplashib o'tamiz. Character setlar bu ushbu tokenlarni yozishimiz uchun kerak bo'ladigan belgilar jadvali hisoblanadi. Character setlar bu Unicode jadvaliga kiruvchi barcha alfabet harflari, sonlar, maxsus belgilar, dollarga o'xshagan maxsus belgi smayliklarni o'zini ichiga oluvchi Unicode jadvali mavjud. Mana shu Unicode jadvalining ichidagi barcha belgi harflarni biz kodimizda to'g'ridan to'g'ri ishlata olamiz va mana shu belgilarni yig'indisiga bizga character setlar deyiladi. Character setlar mana bu yerda yozib qo'yilgandek, bu alfabetlar, harflar, maxsus belgilar va Java programming language uchun maxsus ma'noni, kompilyator uchun maxsus ma'noni bildiruvchi belgilar ham mavjud. Bularni albatta o'tamiz. Ular ham ushbu character setlar ichiga kirib ketar ekan. Xo'sh, juda ham yaxshi. Ya'ni kodimizni eng kichik qismi bu character setlar ekan. Biz character setlar yordamida tokenlar yaratar ekanmiz va dastur esa o'z navbatida tokenlardan tashkil topgan bo'lar ekan. Xo'sh, juda ham yaxshi. Ana endi tokenlar turlari haqida gaplashib o'tamiz. Tokenlarni 5 xil turi mavjud. Bu birinchi turi bu keywords, ya'ni reserved words ham deb nomlanadi. Bu Java o'zini ishlashi uchun to'g'ridan to'g'ri oldindan olib qo'ygan maxsus so'zlarga biza keywordlar deymiz. Keywordlarni hozir batafsil ko'rib chiqamiz. Keyingi turimiz bu identifierslar, ya'ni o'zgaruvchi yaratayotgan paytimiz mana shu o'zgaruvchiga nom berilayotgan qismi, ya'ni tokenimiz bu identifierslar deb nomlanar ekan. Xo'sh, keling kodimizda ham biz o'zgaruvchi yaratib ko'ramiz. O'zida raqamni saqlovchi x_number degan o'zgaruvchi yaratib olamiz va unga 7 sonini beramiz. Ya'ni mana bu o'zgartiruvchimiz hafta kunlar sonini o'zida saqlaydi va mana bu yerda ko'rsatilgandek ushbu o'zgartiruvchimizga biz nom berdik. Mana shu nom xohlagan narsa bo'lishi mumkin. Mana bu yerga x_number o'rniga keyin xohlagan so'zingizni yozishingiz mumkin yoki hafta kunlari deb ham albatta o'zbekcha bo'lgan nomlarni ham bemalol berishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu o'zgartiruvchilarga nom beriladigan qismi, ya'ni tokenimiz bu identifierlar deb nomlanar ekan. Identifier. Buni ko'rib turganingizdek, o'zbekchada yozsak IntelliJ bizga yashil belgisini, chizig'ini chiqarib beryapti. O'shaning uchun ham biz kursimiz davomida
Wix Wix deb qaytarib qo'yamiz. Ya'ni inglizcha nomlar berishga harakat qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek identifierlar shular. Keyingi keyword token type'imiz bu literallar hisoblanadi. Ya'ni bular ham o'zgaruvchi yaratayotgan paytimiz ushbu o'zgaruvchiga qiymat berilayotgan, ya'ni qiymatni o'zida saqlovchi tokenimiz bu literallar hisoblanadi. Ushbu misolimizda bu 7 soniga teng. Ko'rib turganingizdek, hozir biz o'zgartiruvchimizga ushbu literalni berib yuborib, o'zgartiruvchimizga qiymatni saqlayapmiz. Xo'sh, literallarni mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Bitta kodimizni qator tepasida. Ushbu kodimizda biz konsolga ma'lumot chiqaryapmiz. Mana shu ma'lumotimiz, messejimizni o'zi ham Java tilida bu literallar deb hisoblanadi. Ya'ni literallar bular qandaydir qiymatni o'zida saqlovchi tokenlarga bizlar literallar deb nomlar ekanmiz. Identifierlar bo'lsa ushbu o'zgartiruvchilarga beriladigan nomlarga identifier tokenlari deb nomlanar ekan. Keyingi token turimiz bu operatorlar hisoblanadi. Bu operatorlar deb mana bu kodimizda ko'rishimiz mumkin. Operatorimiz bu arifmetik amallarni bajarish yoki o'zgartiruvchilarga qandaydir qiymatni biriktirish uchun foydalaniladigan ushbu mana bu misolimizda tenglik belgisi ham bizda operator tokeni hisoblanadi. Operator tokenlari har xil bo'lishi mumkin. Number deb nom beramiz va bu numberimiz 10 bilan 5 sonini qo'shilmasiga teng bo'ladi. Ya'ni ushbu qatorimizda biz ikkita token operatoridan foydalanyapmiz. Birinchi operatorimiz mana bu qism hisoblanadi va ikkinchi operator tokenimiz bu ushbu ikkita sonni bir-biriga qo'shish uchun ishlatayotgan belgimizga biz operatorlar deb nomlar ekanmiz. Operatorlar har xil bo'ladi. Mana bunday ikkita tenglik ko'rinishda ham bo'lishi mumkin, bitta tenglik ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ko'paytiruv, qo'shuv, ayruv kabi va hokazo misollari mavjud. Biz bularni barchasini albatta kursimiz davomida ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, ushbu operatorlardan tashkil qiluvchi tokenlarimizga bizlar operatorlar deb nomlar ekanmiz. Oxirgi token turimiz bu separatorlar hisoblanadi. Bu separatorlar kodimizdagi bir qismlarni bir-biridan ajratish, ya'ni separator, ya'ni inglizchasiga ajratish degan ma'noni bildiradi. Kodimizni qismini bir-biridan ajratish vazifasini bajaruvchi tokenlarimizga biz separatorlar deb nomlar ekanmiz. Xo'sh, separatorni biz har bir qatorni oxirida ko'rib turganingizdek ikkita nuqta orqali qo'yib chiqyapmiz. Ya'ni mana shu separatorni qo'ymasangiz Java'ni kompilyatори ushbu qator tugaganini bilmay qoladi. Ya'ni ushbu qator tugaganini kompilyator uchun bildirishimiz uchun har doim ushbu separator tokenini qo'yib ketishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ikkita chiziqcha, ikkita tochka belgisini va Java dasturlash tilida har doim kodingizni yozib bo'lganingizdan keyin deyarli barcha qatorlarni oxirida ushbu separator orqali qatorlarni ajratib chiqishimiz kerak bo'ladi va bundan tashqari separatorlarga mana bunday ko'rinishdagi bracketlar ham kiradi. Bracketlarga mana bular bo'lishi mumkin. Mana bunday ko'rinishdagi
separatorlar ham mavjud. Ushbu separatorlarimizni birinchi qatorimizda kodimizda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni metodni ichiga literallarni berayotgan paytimiz biz ushbu qavslardan foydalanganligimiz tufayli bu qavslar separatorlar tokenlar guruhiga kirar ekan. Agarda biz mana bu yerga yana bitta amal qo'shadigan bo'lsak va bu amalimizda 10 bilan 5 ni birinchi qo'shib keyin ko'paytirishni xohlasak, biz albatta separator tokendan foydalangan holda biz kodlarni ko'rib turganingizdek ajratib olishimiz mumkin. Ya'ni mana bu kodimizni qismi birinchi ishlaydi va undan keyin 2 soniga ko'paytiriladi va bu amalimizni biz albatta separator tokenlari orqali bajarib oldik. Xo'sh, juda ham yaxshi. Tokenlar turlari orasidagi eng qiyin bo'lgan, ya'ni o'z ichida juda ham ko'plab misollarni saqlovchi turimiz bu albatta keywordslar, ya'ni reserved wordlar hisoblanadi. Reserved wordlar Java'ni 25-versiyasida umumiy qilib olganda 68 ta keywordlar mavjud va bu keywordlarning barchasini Java'ni o'zi ishlash uchun foydalanadi va mana shu keywordlar ham o'zini ichida bir qancha turlarga bo'linar ekan. Misol uchun mana ko'rib turganingizdek, birinchi guruhimiz bu data type'lar, ya'ni Java'da ma'lumot turlari mavjud. Buni keyingi darsimizda o'tamiz. Mana shu ma'lumot turlarini o'zida saqlovchi o'zgaruvchilarni yaratgan paytimiz ushbu data type keywordlaridan albatta foydalanishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda yozgan kodimizda ham ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerga int degan keywordni qo'ydik. Mana shu keyword number degan o'zgaruvchi aynan qaysi turdagi ma'lumotni o'zida saqlayotganini ko'rsatib turadi. Ya'ni integer degani bu sonlarni o'zida saqlovchi degan ma'noni bildirib o'tadi. Mana shu integerni o'zi Java'da data type hisoblanadi va Java'da bir qancha data type'lar bor. Hozir aytganimdek, buni keyingi darsimizda ko'rib chiqamiz batafsil. Xo'sh, keyingi keyword turimiz bu access modifierlar ekan. Undan keyin control statement, object va classlar, modifierlar, exceptionlar, package'lar va yuqorida keltirib o'tgan barcha guruhlarga tegishli bo'lmagan boshqa turdagi keywordlar ham mavjud ekan. Ularni misollarini mana bu keyingi slaydimizda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, data type keywordlarimizni ichida o'z ichida byte, short, int kabi keywordlar mavjud ekan va undan keyin access modifierlar bor ekan. Access modifierlarga private, protected, public kabi keywordlar kirar ekan. Mana shu keywordlar turlarini o'zingiz mustaqil ravishda shunchaki ko'z yugurtirib keting. Bularni hammasini o'zingizni qiynab internetdan qidirib hozircha yodlab olishingiz shart emas. Buni ushbu keywordlarni barchasini biz ushbu kursimiz davomida mana shu Java'ni core modulimizda va Java'ni obyektga yo'naltirilgan dasturlash OOP modulimizda ham barchasini birma-bir ko'rib chiqamiz va bu keywordlarni hammasi har xil vaziyatlarda foydalanganligi tufayli siz bularni barchasini hozircha yodlab olishingiz shart emas. Modulimizni tugatgan paytingiz, mana shu mavzularni o'tgan paytingiz o'zingiz uchun mana shu ikkinchi darsimizga qaytib albatta ko'rib qaytarib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozircha ushbu turdagi tokenlar mavjud ekan deb qaytarib ketsangiz
bo'ladi. Va juda ham muhim ma'lumot, mana shu keywordlarni ichidagi, ya'ni Java foydalanadigan keywordlarni barchasini siz identifierlar sifatida foydalana olmas ekansiz. Ya'ni ya'ni mana bu integer degan keywordimiz Java tomonidan foydalanar ekan. Agarda biz mana shu yerga yana bir marta int deb yozadigan bo'lsak, ya'ni identifier o'rnida biz keywordlarni foydalanadigan bo'lsak, albatta bu Javada illegal syntax hisoblanadi. Ya'ni bunday ko'rinishda biz o'zgaruvchilarga nom bera olmas ekanmiz. Mana bu yerda static degan keyword mavjud ekan. Mana shu statikni ham qo'yib ko'radigan bo'lsak, ko'rganingizdek, hozir kompilyatorimiz bizga qizil chiziqlarni chizib, kodingda noto'g'ri yozilgan degan ma'noni bildirib o'tyapti. Xo'sh, hozir sizga ko'rsatganimdek, mana shu keywordlarni o'zini birma-bir qilib, birga bir qilib foydalanishingiz mumkin emas. Agarda biz mana shu keywordlarga qo'shimcha belgilar yoki harflar qo'shadigan bo'lsangiz, mana shu keyword bilan to'g'ridan-to'g'ri bir xil bo'lmaganligi tufayli bemalol identifier sifatida foydalanishingiz mumkin bo'ladi, agarda siz qo'shimcha belgilar, harflar qo'shadigan bo'lsangiz. Xo'sh, juda ham yaxshi. Javadagi keywordlarni to'liq listini mana bu yerda havola qoldirib ketganmiz. Ushbu havolaga o'tib, o'zingiz birma-bir ko'z yugurtirib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, juda ham yaxshi. Ana endi darsimizning oxirida ushbu havolaga o'tib interview questionlarini o'zingiz o'tib tayyorlanib olishingiz kerak bo'ladi. Mana shu tokenlar darsini yaxshilab o'rganib oling. Sababi interview questionlar, ya'ni ishga kirayotgan paytingiz so'raladigan savollar orasidagi eng mashhurlardan biri hisoblanadi. O'shaning uchun ham tokenlarni bilib olishingiz bu sizga intervyularda yaxshi muvaffaqiyatli o'tib ketishingizga yordam beradi. Xo'sh, buguncha shular. Keyingi darsimizda uchrashguncha xayrlashib qolamiz.